Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Scalp Trader YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Anchadan beri video qo'yilmayapti YouTube kanaliga. Xudo xolisi bugun sizlar bilan darslik yozamiz. Ya'ni hammaga qiziq bo'layotgan, ya'ni ko'pchilik bilmayotgan narsa, ya'ni multi time frame da qanaqa savdo qilish, qanaqa qilib entry olib chiqib savdo qilish to'g'risida bo'ladi. Video unaqa ko'p cho'zib nimadirlar gapirib o'tirmaymiz. Qisqa lo'nda qilib chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'ysanglar, kommentariyada oxirida o'zingizlarning fikringizni yozib ketinglar. Keyingi dars qanaqa dars bo'lishini. Xo'p, bugun sizlar bilan multi time frame to'g'risida gaplashamiz. Xo'p, sizlarga primerni qilib tushuntirib beraman. Men o'zim qanaqa ishlataman multi time frame ni, qanaqa entry olib savdo qilaman. Misol Telegram kanalimizda Gold KJ berilganda entry bilan kiriladi, tuda ya'ni qanaqa ketishlarini ko'rsatib beraman. Narx xuddi shunaqa yurib beradi. Shu uchun hammaga qiziq bo'lgani uchun mana shuni olib chiqaman. Bundan keyin xudo xolisi yangi videolar qo'yishni boshlaymiz. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, grafikda bizda chizib qo'yibman H1 bilan, ya'ni M15 time frame chizib qo'yilibdi. Ya'ni H1 yurish mana bu. Mana bunisi. Mana mashinasi bizda H1 yurish bo'lsa, yonidagi bo'lsa bizda M15 yurish. Hozir bu yerda sizlarga nimaga unaqa bo'lganini tushuntirib beraman. Misol bizda H1 ketyapti. Bunaqasiga korreksiya, impuls berdi. Ko'rayotgan bo'lsak, mana bu ko'kda belgilangan nuqtamiz bizda mana shu korreksiya hisoblanadi. H1 ki ko'rib turibmiz, bizda boz bo'lgan, ya'ni trend davom etyapti, ya'ni boz, ya'ni strukturada ishlatiladigan narsa, ya'ni boz. Hop, trend davom etmoqda. Hop, mana shu ko'kdagi chizilgan narsa bu M15 dagi yurishi. Misol chizilgan, misol. Hop, bizda nima bo'lyapti? Ko'rib turibmiz, mana bu razvorotning holatida, mana shu uchidan razvorot bo'layotgan holatida bizda har doim LTF, ya'ni time frame, ya'ni kichkina time frame ga o'tganimizda, M15 time frame da LTF cho'k bo'lish kerak yoki MSS bilan cho'k har bittasi bir xil. Ruslar ko'pincha tipa boz deb oladi. Ularda cho'k ham boz hisoblanadi. Xo'p, bizda cho'k bo'ldi. Undan keyin ko'rib turibmiz, yana low yengilab ketyapti. Narx biz mana shu nuqtalardan, mana shu korreksiyasiga ham savdo qilsak bo'ladi. Bemalol mana bu nuqtalardan bilasizlar, cho'kdan keyin FVG yoki breaker block, asosiy IFVG tipa shunaqa narsalar bilan savdo qilinadi. Tepa sweep, mana bu nuqta kichkina time frame da sweep bo'ladi. Mana shu nuqtani o'zida cho'k beryapti. Boz, undan keyin low yengilab ketgandan keyin yana confirm bo'lgandan keyin yana boz bo'lyapti. Bizda mana bu holat hech qanaqa liquidness boshqa narsa deb olinmaydi. Prosta bu korreksiya kichkinacha, lekin bizda to'liq korreksiya hisoblanmaydi. Xo'p, shunda bizda mana bu nuqtadan ko'radigan bo'lsak, mana bu impuls, mana bu korreksiya, mana bu impuls, mana bu o'zi korreksiya, mana bu impuls hisoblanadi. Xuddi shunaqa bo'lyapti. Yana lowdan yengilab o'tib ketgandan keyin narximiz boz hisoblanadi. Yana xuddi shunaqa bo'lyapti. Ko'rib turibmiz, bu yerda bizda misol uchun mana bu yerda order block yoki FVG joylashgan bo'lishi mumkin. Ikkita tarafida. Xuddi shunaqa bo'lib, trend davom etyapti, ko'ramiz. Tipa mana bunaqa bo'lyapti narximiz. Bundoq qiladigan bo'lsak, bizda bu H1, bu M15 yurishi. Tipa mana bu korreksiyasi. Biz o'sha korreksiyani ushlab savdo qilishimiz mumkin. Bozorda har bitta harakatda ushlab savdo qilsa bo'ladi, normalniy entry bilan. Hop, endi mana bu nuqtasiga yetib keldik biz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu lowga yetib kelganimizdan keyin, mana shu low bizda lowga yetib kelganimizdan keyin обязательно xuddi shunaqa cho'k bilan yana bitta savdo qilib buy, ya'ni impulsini ushlasak bo'ladi. H1 sizlar strukturada H1 ga qaranglar. H1 buymi, demak kichkina time frame da misol mana shu korreksiyasini ushlab savdo qilamiz. Undan keyin yana обязательно pastdan bitta key level nuqta dalshi buyga savdo ochishimiz kerak bo'ladi. Misol ko'pchiliklar OT yoki boshqa narsa ishlatadi. OT ni tortadigan bo'lsak, narximiz OT nuqtaga kelgandan keyin yoki qanaqadir discount zonada FVG joylashgan bo'lsa yoki order block joylashgan bo'lsa, o'shanda savdo qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi bizda shu turishida mana bunaqa hay yasab, bu hayimizni cho'k berib, cho'kdan keyin mana bu nuqtada mana shu confirm bo'lgandan keyin biz
to'liqligicha qo'rqmasdan savdoga kirsak bo'ladi. Mana buni cho'kitib olamiz. Mana bunisi confirm bo'ladi. Confirm bergandan keyin biza keyingi yurishdan уже biza bayga shuna qo'shilib olsak bo'ladi. Ya'ni qo'rqmasdan mana shu haygacha, ya'ni boss bo'lishigacha. Bossimiz qayerda bo'ladi? Mana bu nuqtada bizada boss hisoblanadi. Boss bo'lgandan keyin yana dalshi xuddi shunaqa yurish, kontent yana xuddi shunaqa ketaveradi. Kontekst xuddi shunaqa bo'laveradi. Xo'p. Bu H1 M15. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, keyingisi ham H1 va M15 faqat sal boshqacharoq, to'liq entry olingan holati. Mana bu H1 K-level zonamiz. K-levelga har xil narsalar kiradi bilsanglar. Order block FVga OT zona ham kiraveradi. H1da ko'rib turibmiz, bizda nima bo'layotganini. Bizda H1da mana bu nuqta K-level kelgandan keyin mana bu boss emas, aslida chok boss farqi yo'q. Uni deylik MSS deb olamiz. O'sha chok, hop, yana chok bo'ldi. Chokdan keyin mana bu high confirm bo'ladi. Undan keyingisi boss hisoblanadi. Bu ham boss hisoblanadi. Confirm bergandan keyin biz uverniy bo'lib turib bayga izlaka ochsak bo'ladi. Hop. Endi bu kichkina time frame M15 time frame. Hop, mana bu yurishdan boshlaymiz. Ko'rib turibmiz. Mana bu nuqtada hali hech narsa chizilmagan. Men sizlarga chizib ko'rsatib beraman. Mana bu nuqtadan kelyapti narximiz. Mana tipa bunaqa bo'lib. Mana bu nuqtada hech qanaqa hali biza boss yoki chok deb olmaymiz, chunki hali K-levelga kelmagan. Past bizda liquidness zona, ya'ni liquid zona bu yechiladigan zona hisoblanadi. Liquid ko'pchilik xato qiladigan nuqtasi mana shu high boss deb olib, mana shundan savdoga kirishmoqchi bo'ladi. Tipa xuddi shunaqa stop loss lowga qo'yib, target bunday qilib. Ko'rib turganingizdek, bu yerda stop urib, keyin dalshi narx ketadi. Chunki hali narx K-level zonaga yetib kelmagan bo'ladi, shu sababli shoshib qo'yishadi. Sizlar shoshmanglar, kutinglar, o'zingizlar vaziyatinglarni. Mana low'imiz liquidness, low yechilgandan kelgan, narximiz liquidness yechgandan kelgan. Mana bu nuqtamiz bizda o'sha chok, mana bu nuqta chok, kichkina time frame'da. Mana bu high bizda mana bu nuqta. Ko'rib turganinglardek, mana shu chok, mana shu high hisoblanadi. Mana shundan o'tgandan keyin. Hozir tipa biz mana bu nuqtadamiz. Mana shu nuqtadan buy ushlashga harakat qilyapmiz. Xo'p, mana bu LTF chok bo'ldi, mana bu H1 chok, trend o'zgarishi. Xo'p. Endi ko'ramiz. Mana bu nuqtani olgandan keyin mana bu nuqtadan kirish mumkin yoki breaker blokdan yoki FVGlardan kirishimiz mumkin bo'ladi. Hop, xuddi shunaqa ketayotganda narximiz bizda mana bu liquidness, ya'ni inducement. Bu M15 inducement. Mana bu low'imiz H1 inducement deya oladi hozir. Buni olmay turamiz. Hop, ketdi narximiz. Hop, mana bu tepadan o'tgandan kelgan to'liqligicha H1da struktura o'zgarishi bo'ldi bizda. Struktura o'zgargandan keyin ko'rib turamiz. Mana bu nuqtamiz. Mana shu nuqta bizda. Hop. Hop. Bu nuqtamiz bizda ya'ni hop, liquidness ham bo'ladi. Liquidness plus ko'pchilik oladigan narsa, ya'ni bu nuqtada fake boss, ya'ni fake choch. Nimaga unaqa dedim? Ko'pchilik mana misol uchun oladi. Tipa mana sweep bo'ldi, mana chok bo'ldi deydi. Trendga qarshi savdo qilib olishadi. Aslida pastdan narx K-leveldan kelyapti. Shunisiga ahamiyat berish kerak. Ko'pchilik mana shu nuqtadan kirib olishi mumkin. Mana shu nuqtadan. Lekin sizlar buni qilmanglar, chunki bu yerda liquidness sweep qilib narximiz ketyapti. Mana bu yana bizda o'tyapti, ko'ramiz. Mana shu haydan o'tgandan keyin bizda boss bo'lib ketaveradi. Ya'ni trend uptrend bo'lgani uchun mana bu nuqta ham boss. Hop, boss. Bularni inducementlari tegida mana bu nuqtada, ya'ni M5 yoki M3 dan topishimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi realniy grafikda ko'ramiz. Realniy grafikda qarang, scalping qilinadigan time frame'larni aytaman. Ya'ni o'zimning kanalim scalp bo'lgani uchun, qisqa muddatda savdo qiladiganimiz uchun sizlarga scalping uchun asosan daily bilan hashtorni birlashtirasizlar. Ya'ni dailyda kontekst ko'rasizlar. Misol, hozir ko'ramiz. Dailyda narx qanaqa ketyapti, shunisiga ahamiyat beramiz. Mana GBP USD
daily chartda turibdi. Nima bo'lyapti? Mana shu nuqtani o'zida bizda nima holat yuz bergan? Mana bu hayimiz. Mana shu haydan narx yechib o'tgan. Mana bu nuqtamizga mana hayimiz yechilgan, ko'ramiz. Hay yechilgandan keyin mana bu low'ni olamiz. Low'dan narx mana shu yerda tana bilan o'tdi. Hop, ikkinchisi mana bu nuqta. Low'dan narx tana bilan o'tdi. Hop. Endi H4, xuddi shuni H4ni biz yo'nalishini ko'rib chiqamiz. H4 ga o'tamiz. H4 da nima gap? Mana misol uchun mana bu haydan olamiz. Mana bu hayimiz bizda yechildi. Daily'da ko'rganingizda bu sweep bo'lgandi. Sweep bo'lgandan keyin narx mana bu nuqtadan boshlab hisoblab ketsak, korreksiya qayerda bo'lgan? Eng to'liq korreksiya mana shu nuqtada bo'lgan. Mana shu nuqta, mana bu nuqta. Bu endi kichkina. Hop, boshdan olsak bo'ladi. Tipa mashi bir xil, ikkalovi bir xil. Buni bunda olamiz. Low. Lowlarni narx yengilab ketyapti, ko'rayotganingizda. Uje mana bu hay yetgandan keyin bu yog'i, ya'ni strukturamiz selga qarab ketyapti. Biza struktura bilan bir xil birgalikda savdo qilishimiz kerak. Lowlarni yengilayapti, ko'rayotganingizda. Tipa mana bu low ham sweep bo'lib yopilgan. Mana ko'radigan bo'lsa daily'da. Mana bu daily'da. H4 da. Hop, H4 da ketyapti. Tepaga ham ahamiyat beramiz. Tepada sweep bo'lishi kerak. O'shanda yaxshiroq savdo qilsak bo'ladi. Hop, daily'da biz kontekst ko'rib oldik, ya'ni sell ekan. Endi H1 M15 da biz o'zimizga kerakli kelev zonalarni topamiz. M5 M1 da entryni qilsak bo'ladi. M15 o'zida ham entry qilsanglar bo'ladi. Misol uchun bugungi yurishni oladigan bo'lsak, bugungi yurishimiz qayerda bo'ldi? O'shani ko'ramiz. Tipa mana shu nuqta. Mana hozir ko'ramiz. Tipa mana shu nuqtada bugungi yurish bo'ldi. Endi bu yerda ko'rib olamiz. Biz H1 M15 ga o'tganimiz uchun biz nima ko'ramiz? K-level, asosan K-level bizga eng kerakli nuqtalar. K-levelimiz qayerda bizda? Misol mana bu bor. Mana shuni olsanglar bo'ladi, IFVG deb. IFVG deb mana shuni oladigan bo'lsak, narximiz mana shu nuqtaga kelgandan keyin M5 va M1 ga o'tib biz entry qilib savdo qilsak bo'ladi. Yokida mana bunaqa asosan mana K-levelda ko'ramiz, mana bu FV ga ushlab qo'ygan narxi, undan keyin low'imiz yechilgan, ya'ni confirm bergan. Low'imiz yana ko'ramiz, mana bu nuqtada yana confirm berib ketyapti. Mana bu hay yechilgandan keyin mana bu ko'ramiz, liquidness yechildi. Mana bu hayda liquidness yechilgandan kichkina time frame ga shuna o'tamiz. Tipa H1 bo'lsa M15 ga risk sakraymiz. M15 da nima gap? Mana shu nuqtani o'zida M15 da bizda asosan mana bu nuqtamiz bizda LTF chok bo'ladi. Mana bu hayimiz yechilgan hisobiga mana bu nuqtamiz confirm deb olamiz. Ya'ni o'sha boost bosib qo'yiraman men. Hop. Undan keyin ko'ramiz, mana bu hay yechyapti. Tipa bo'ldi. Mana confirm bo'lgandan keyin mana shu nuqtalardan biz savdoga kirsak bo'ladi. Plus baribirimiz mana bu IFVG'miz mana shu nuqtaga to'g'ri kelyapti. Hop, mana bu yerdan kirmasanglar ham yana kichkinaga o'tasizlar. M5, M1 bor edi bizda time frame'imiz. Bot mana M5, M1larda topa olmasanglar ham M5 topa olmasanglar M1 ga o'tasizlar. Mana bu yerda misol hayimiz yechilgandan keyin bizda mana bu confirm bo'lgan. Mana LTF chok bo'lgan yana. Chok low. Hop, bizda kirish uchun qaytib kelsa, mana bu nuqtamiz bor. Breaker block deb olsak, ketib bo'lgandan keyin kelmadim. Mana bu nuqtamiz FVG'imiz bor. FVG'dan savdoga kirsak bo'ladi. Stop loss'ni. Hop, stop loss'ni men o'zim mana shu breaker tepasiga qo'ygan bo'lardim. Hop, endi bizda liquidness topib, narxi o'sha nuqtagacha ushlab tursak bo'ladi. Misol uchun H1 ga o'tib liquidness topamiz. Eng oxirgi yoki mana K-level nuqtasi bor. Deylik 4H ga ham o'tamiz. Liquidnesslarni har doim katta time frame dan topasizlar. Target ham o'sha yerga qo'yilsa zo'r bo'ladi. Misol uchun mana bu nuqtamiz.
Mana bu nuqtamiz. Birinchi nuqta mana bu yechilgan adashmasam. Ikkinchi nuqta eng zo'ri mana bu yerda. Mana shu kelaveradi aka. Mana shu tasavvur. Narx вот mana shu nuqtagacha kelyapti yoki stabilni 1.2 1.3 o'sha seli ham bo'ladi. Bizda mana shu o'zida 1.5 tipa mana 1.3 mana xuddi shunaqa yoki mana bunaqacha. Tipa xuddi shunaqa. Xo'p, multi time frame xuddi shunaqa ishlatiladi. To'liq entry olib savdo qilish, kunlik setup olish uchun xuddi shunaqa ishlatsanglar bo'ladi. Kunlik setupga liquidnessni yaxshiroq o'rgansanglar, kunlik setup bemalol topsanglar bo'ladi. Hamma time frame ishlatib chiqdik. Daily, H4, H1, M15, M5, M1. Scalping uchun shu time framelar eng ma'qullari hisoblanadi. Xo'p, o'rtoqlar, videomiz shundan iborat edi. Kommentariyaga o'zingizning fikringizni yozib qo'ysanglar, keyingi dars xudo xolisa o'sha sizlar yozgan mavzu haqida chiqadi. Yo'g'ida o'zimiz boshqa mavzuni topib o'shani video qilib chiqarib beramiz. Xo'p, o'rtoqlar, kanalga obuna bosib qo'yinglar. Telegram kanalimizga o'tib kuzatsanglar ham bo'ladi. Har kunlik signallar bepul beriladi. Hammaga rahmat, o'rtoqlar, charchamanglar.